3 metrdan urolmadi. Qiyin vaziyatda lekin. Men bo'lganda javob akrobat urardim. Maqtamaysan, futbol o'ynashni bilmaysan. Va javob urardim. Yo'qolay. Menga qarang, nima telefon qilsam ko'tarmaysiz? Bezovga qolgan. Mening ishim bor, bezovga bo'ladim bo'lmaydimi? Любой время telefon qilganimda ko'tarmaysiz. Sekin emas, xohlaganimcha gapiraman. Sal erkak bo'lish kerak edi. Ahvolim qarang, sulch eshitib turibdi. Bitta ham xudo ketmasin, mazki telefon qilganimda tushundingizmi? Shunday bo'lsa bo'ldi, bo'shsiz. Menga qara, shunaqa latta bo'lasan. Sal gapirgin, qizingdan nimaga qo'rqasan? Agar men bo'lganimda ovozini o'chirib qo'yar. Men bo'lganimda javob. Men bo'lganimda. Ha, nima gap? Ha, qalaysan? Ko'zingga nima qildi? Kalta edi. Bir chumib olasan endi. O'zlaring himoya qila olmaysan. Urmasam kalta yeb turaverdingmi? Men bo'lganda yeb yuborardim o'sha bolani. Bor, yeb ketsa aytib turibdi. O'shami? Ha. Yo, ro'za oyida birovni ko'nglini ortkim kelmadi. Bo'lmasa bunaqa bolalar 3ta 4tasini urishga aqlim yetadi. Bemalol kuchim ham yetadi. Nima deyapsan? Ishtima deganim yo'q. Atrofingda bo'ling, o'shani ayting.